Bugun Lerada rashodka qilamiz. Buning uchun Blackboxdan chiqqan rezultatni olib rashodka solamiz. Import qilib Blackboxdan chiqqan tekstli dokumentni ochamiz. Bu yerda faylni formatini tanlab olamiz, tekst qilib Lera deganni ochamiz. Ochilgandan keyin жесткостini назначить qilib chiqamiz. Filtr, жесткость, plita, kolonna, regel, stena, qo'yani fermalar. Endi esa plitani выделить qilib bu yerdan назначить qilamiz. Endi esa kolonnani bu yerda plitani, stenani razmeri kattaga ketibdi. Endi buni изменить qilib 30 ga qilamiz. 40 ga oshiqcha katta bo'lib ketadi. Endi esa stenani назначить qilamiz. Bu yerda beton bo'lib qolgan. Biz bu yerga добавить qilib metallический qo'shamiz. Metallический bo'lib, bu 5-ferma ekan. Profil bo'ladi. Mana deshni. Saysanga to'rligini olib qo'yib qo'yamiz. 80 ga 84. Endi 4 bo'ladi. Shuni назначить qilib 5-ni udab qo'yamiz. Bu beton bo'lgan, bu esa metallический bo'ladi. Svязан xuddi shunday 80 ga 80. Endi 4 bo'ladi. Значит 7-chi paragonlar ekan. Paragon kichkinaroq bo'ladi. 50 ga 53 qilib qo'yamiz. Sakkizinchisi gumbazi bo'lar ekan. Bu gumbazni xuddi shunday 80 ga 80 40 qo'yamiz. 80 ga 84. Mana. Значит, bo'ldi, hammasini назначить qildik. Endi esa buni saqlanib qilib faylni xohlagan joyimizga saqlanib qilsak bo'laveradi. Qator saqlanib qilib yopib Lera istikani ochamiz. Endi metallga жесткостini beramiz. Bu yerda eski proyektlarni ochib qo'ydik. Endi esa biz import qilib o'zimiz obyektimizni ochamiz. Mana metro nash mechtikka ochamiz. Fayl boshqa. Жесткостni bossak, mana bu yerda tanlagan жесткостlarimizni ko'rsatyapti. Bularni endi esa bu yerda uni выделить qilib изменить bosamiz. Bu yerda o'zini metallda istalgan, ya'ni
modelini olamiz. Qanaqa bo'ladi, qanaqa прочностьda o'zimiz tanlab qo'ysak. Keyin fermoобразный bo'ladi bu. Bu yerga bir qo'yib qo'yamiz. Использовать qilib element qo'yasi или длин ferma bizda faqat ferma bo'ladi. Ikkinchisi xuddi shunday mana shu tipda bo'ladi. Ferma hammasi shunga o'xshab bo'ladi. Mana metalni jo'skasilarini berib oldik. Endi esa buni sahrayn qilamiz. Sahrayn qilayotganda Lira 94 da qayerga sahrayn qilganmiz, xuddi shuni yoniga sahrayn qilishimiz kerak. Bo'lmasam ochmay qo'yadi. Sahrayn. Xuddi shunday Lira STKda ham rashodda o'tkazib yuboramiz. Bạn mình sắp bị chồng. Rashodda o'tgandan so'ng yana sahrayn qilib qo'yamiz. Endi keyingi darslarimizda Lira arimdan o'tkazishda hamda Lira Sapper 2015 dan общий расчет chiqarib mozaikasini ko'rishni o'rganamiz. Tamam. 9 va 11 sinflarni bitgandan so'ng O'sh va Bishkekdagi Kedis kollejiga topshiring. U yerda maxsus guruh 3D programma, Play Marketga приложение yozishni hamda sayt yasashni o'rgatadi va chipu stanogini yig'ib uni boshqarishni o'rgatadi.